Sharting bormi? Assalomu alaykum. Bitta savol bersam maylimi? Qayerimni sotib olgan bo'lardingiz? Ay, eng yaxshi ko'rgan joyim. Rahmat. Oqshom bo'lmisiz? Men sizni o'g'irlab ketmayman, ha? Salomlar. Kayfiyatlar a'lo darajadami? Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqdagilar, oradan bir hafta o'tib, yana biz sizni e'tiboringiz markazdamiz va bugun ajoyib ko'rsatuvni tasvirga olish niyatidamiz. Bugun qahramonimiz Dilnoza. Assalomu alaykum. Qalay ishlar? Zo'r, o'zingizda qanday, zo'rmi? Chotki manda. Xo'sh, bugun shartimizni bajarishga tayyorsiz? Tayyorman. Biz ham ancha sog'inib qoldik. Sharting bormini, shartiga qatnashadigan quvnoq, pozitiv, hech narsadan qaytmaydigan mahmadona, sal jinniroq qizlarni qidirishda davom etamiz va birinchi shartimiz sizga bor va surprizlarimiz tayyor. Birinchi domnomuzika o'ynaymiz, nima dedingiz? O'ynaymiz. Ketdikmi? Boshladik. Dom zeki. Oh! Yutdim. Ajoyib, mana shu ikkita yigitni to'xtatasiz hozir. To'xtang. 1 minutga shoshmay turing. Ey, namaste. मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो Namaste dedim. Yo'qliklarni boshladik. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz tayyormiz. Va mana shu yerda menga shart berishingiz kerak bo'ladi. Qanaqa shart bajaring bugun? Shartim shuki, menga nima shart bersangiz, yonimda billa bajarasiz. Qanaqa shart bo'lsa, yoningizda birga bajaramiz. Ha. Demak, meni shartim bor sizga va bu shartda siz raqsga tushishingiz kerak bo'layotgan edi. Siz tayyorsiz? Siz tayyormisiz? Men tayyorman. Men ham tayyorman. Toshkent meni ona shahrim, siznichi? Samarqand meni ona shahrim. Asli samarqandlik Turkiyada yashaydilar. Necha yil bo'lib ketdi Turkiyaga ketganingizga? 2017-yilda ketganman. 2017dan beri Turkiyani qizi bo'lib ketgan. Turkiyada bemalol merhaba iyim qilib yuradilar. Herkese merhabalar. Zo'r, unaqada biz boshladik. Va birinchi shartda siz chotga qilib hamma joyingizga qog'ozchalarni yopishtirib chiqaman va raqs qo'yib beraman, qo'shiq qo'yib beraman. Ana shu qo'shiqqa raqs tushib, qo'shiq tugaguncha hamma yopishtirilgan qog'ozlarni qo'lingizni harakatsiz, faqat raqs tushgan holatda o'zingizdan soqit qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Demak, qog'ozlarni raqs tushib yo'qotish. Xo'p. Boshladik. Tayyorsiz? Tayyorman. Siz tayyormisiz? Ana yigitni o'qib olasizmi? Qaysi yigitni? Maskas anaqadami? Qaskadami? Xotini bilsa-chi? Bo'lsa-chi, bizga nima? Oilasi bizga ketadi. Qilasizmi? Yo'q. Duxi yo'qmi? Duxim bor. Ha. Urishorsa-chi? Nomerini ola olasizmi? Ha, ola olaman. Choping nomerini ol. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Telefon nomeringizni bera olasizmi? Iltimos sizdan. Bering. Bezovta qilmayman, bir marta telefon qilaman sizga faqat. Billa ovqatlanamiz. Ketmang. Nimaga meni nimam kam? Nimaga bunaqa mashinam yo'qligigami? Mashinaga keldi. Hay, kelasizmi? xo'rlayvermang mening ham uvolim bor Nimaga istamayapti? Mashinani olaman deb. Demak, biz mana shunda birinchi shartni boshladik. Sizlar tomoshani boshlanglar. Hadi bismillah. O'yna. Unaqa emas uka. Gel buraya. Baqa kel. Birazdan qolib ketaman, o'yna. O'yna sen. Tushmayaptimi? Birorta chiroyli qo'shib qo'yma. Kim nima desa desin, mana shu qizga men Miss 2023 berardim. Ay bu tushmaya.
rostmi hammasi tuman kayfiyat qochirar o'rnidagi dumba shundoq qobiliyating bor senga ma'luma bitta oldida rasmga tushsa mumkin Bu bilan tushmayapti-da. Ana anjo polkasi ochingchi. Nimni qisib tushar. O'ynayman Dudichka. O'zini yoqtiruvdi. Ayda. Tushmadi. Shuncha tushirdim kuzatdim. Xullas kayfiyat a'lo darajada. Mana shu yerda biz shoumizga birinchi shartiga yakun yasaymiz. Shunday qilib biz ikkinchi shartga o'tamiz. Ikkinchi shartda esa Dilnozani bundan ham zo'rroq shartlar kutib turibdi. Faqat asalimga yutqazib qo'ydi. Charchadim men. Xitoyliklar bilan ham o'ynamoqchi bo'ldi. Xullas o'zi ham raqsga tushdi. Istalgan raqsini qo'yib berdim. Baribir ham nimagadir hamma joyda rasm o'qiganimiz qoldi, lekin yopishib qoldi. Mayli, asalim xafa bo'lmagin. Yo'q. Bo'ldi. Va biz ikkinchi shartga o'tamiz. Ikkinchi shart esa bundan ham qichiqroq. Tayyorman. Don, beki. Meni Mani yutgan odam hali yo'q edi. Mani yutadigan odam yo'q edi, bilin. Boshqa o'ynaylik. Uchinchisi hisob, maylimi? Uchinchisi halol. Ketdik. Don, beki. O'ynasini ko'rsin. To'g'ri, omadi bor. Go'tingda yaxshi bo'lgan ekan. Cho'mil chiqdi. Cho'mil chiqibdi. Takshda men ham cho'milgandim. Sizni kutmabdi. Xullas, biz boshladik ikkinchi shartda esa siz men shart beraman, maylimi? Ikkinchi shartda esa xullas oyog'ingiz cho'loq. Mana bunday. Yuzimni qilamanmi? Cho'loqlikni qila olaman. Yuzingizni bo'yayman unda. Bo'pti. Go'zallik saloniga kirib ko'zingizni mana bunday qilib bo'yab beraman. Yuzimga Makiyajingiz tegmay. o'chib ketadi lekin. Yo'q, yuzimga tegmang, yuzim chiroyli turibdi. Badanimdan. Qo'llarimni bog'lang. Yuzlarini umuman boshqacha qilib bo'yantiramiz, kolxozizga bo'yantiramiz. Oyoqlari cho'loq holda yigitlar bilan tanishib, ularning raqamini olish kerak bo'ladi. Shartim shu. Men bilan tanishinglar yigitlar. Ko'ramiz. Yaxshimisiz, yaxshi yigit? Sizga savolim bor edi, bitta iltimosim bor. Men bilan tanishasizmi bugun? Pul beraman. Pul beraman tanishing men bilan. Ha, nomeringizni bering faqat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men bilan tanishasizmi? Pul beraman. Tanishing. Dilnoza. Meni Shukrullo. Shukrullo. Tanishdik. Nomeringizni berasizmi? Pul beraman. Maylimi? Naqadan men Turkiyadan kelganman, sim kartam yo'q. Sizga naqadan qilaman? Wi-Fi ga bog'lab qilaman. Bo'ladimi? Qarang, shuncha paytdan beri qo'lim ushlab o'tiribsiz. Bera qoling nomeringizni. Men sizniki ushlayapman. Berasiz nomeringizni? Qaysi paytda sizni bezovta qilay? Qaysi payt bezovta qilmoqchisiz? Xo'p, sevgilingiz yo'qmi deyapman-da, ayting. Yo'q. 90 shilling. Ha. 92. Shukrullo. Samarqand. Samarqand. Shukrullo, saqlangiz qildim. Sizni Telegramdan yozaman, xo'p? Mayli. Hozir Telegramni shu nomerlarni qarab oling. Ha, qarab oling. Ovqatlanishga borasizmi? Yo, pulingiz bo'lmasa men to'layman. Oqshom bo'shmisiz? Hozir Shu oqshom deyapman, kechqurun. Bo'shmisiz? Ha? Ovqatlanishga boramizmi? boshqa nomerda ekan Telegramda. Nima qilamiz endi? Yana berasizmi? Bering. Ayting. Na, Telegramni o'zini yozib oling. Nomerimni yozib oling. Ya, anaqa username bering, yozib beraman. Siz nima yozing? Nomeringizni ayting. Ya, nomerim boshqanikida Telegramni so'rayapsizmi siz? Ha, farqi yo'q, shu nomeringizni telefon qilsam. Yozib oling deyapman, username. Mana shuni bering, menga rasmga olaman. Men Ya, nasim yo'q endi. Username yozib oling mana. a shuni rasmga olsa ko'rinadimi? Muncha anaqa qildingiz, men sizni o'g'irlab ketmayman, ha?
Ha, bo'ldi. Sizga yozaman endi. Mayli, yaxshi qoling. Kechqurun yozaman, ovqatlanishga ketamiz. Pulini men to'layman. Olyapsizmi bas? Ha, kech qolaman, o'qishga borishim kerak. San'at kollejida. Bo'pti, yaxshi qoling. Omadingizni bersin. Tanishganimga mamnun bo'ldim. Endi oqshomgacha gaplashmayman, bo'pti. Mayli, yaxshi qoling. Yozaman sizga. Men telefonimni ko'tarsin endi u kishi. Men hozir ishlab charchamayapsizmi? Men bilan tanisha olasizmi? Yo cho'loq deb tanishmaysizmi? Tanishmaysizmi cho'loq deb? Ikkita bo'ldimi? Uyaldi. Bichora bola yordam qilmoqchi bo'ldi menga. Olib qo'yaman deb o'tirgan. Kimni? Meni ko'tarsinmi? Endi ketdi. Uni chiroyliroq bo'lishay, cho'loq bo'lisham-a? Pul beraman debishay. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men Samarqandlikman-da, bu yerlarni uncha yaxshi bilmayman. Ha, tanishib qo'yavering men bilan. Men pul beraman. Sizlar bermaysizlar, men beraman. Nima, tanishasizmi? Tanishadimi hali bu? Ha, как раз aziz ekanki ismingiz. Men ismim Dilnoza. Kechqurun bo'sh bo'lsa ovqatlanishga borardik. Pulini men to'layman. Men bitta hamma tabiiy. Nima qilib tutamiz? Xuddi bu yerda ovqatlanmaymiz-da-yu. Boshqa joyda ovqatlanamiz-ku. Ha, hech kim ko'rmaydigan joyga boramiz. Bu yerda men begonaman-da, hech kimim yo'q meni. Siz bu yerda begona emassiz, bu yerda emas, boshqa joyda ko'rishamiz-da. Ko'rishmaysizmi? Mayli, yaxshi qoling. O'ylab ko'ring, shu yerdaman. Bo'pti. Yo'q, yarim soat vaqtim bor, oqshomga tanishishim kerak. To'xtang. Oyog'im ozgina yaxshi yurmaydi-da. Yordam qila olasizmi? Voy, qo'llaringiz bunday issiq, meniki sovqatib qolibdi, rostayam. Buncha issiqsiz? Xayrlisiz? Jizzax, men Samarqandliman. Iftorga birga iftorlik qilamizmi? Ha, men bilan tanishasizmi? Yo cho'loq debmi? Qo'li sovuq debmi? Qo'lim sovuqligi uchunmi? Nima uchun meni rad qilyapsiz? Nega yo'q deyapsiz? Oyog'i cho'loq debmi? Ha, u kishiga ham sherigingizga sherigim bor. O'ylab ko'ring, tez bo'ling, shu yerda kutib turaman. Aka, shoshmang. Bitta yordam qilib yuboring. Yaxshimisiz? Ozgina oyog'im cho'loqda meni. Qandaysan, Sardor? Charchab qoldim. Ha? O bolalarga yordam bering desam, cho'loqsan yordam bermayman deyapti-da. Sizlar bitta yordam bergisi kelmayaptimi yoki? Yordam bergisi kelyaptimi? Billa menga iftorlik qilgani sherik kerak-da. Ha? Pulini men to'layman. Men bu yerda begonaman-da, Samarqanddan kelganman. Mayli, siz bab ozroq bo'lsa ham bilasiz. Nomeringizni bering. Ha, nomeringizni bering, men nomerimni oling. Nega yo'q deysiz? Cho'loq debmi? Xo'p deb qo'yavering. Samarqanddan keldim-da, ishonmaysizmi? Ko'rsataman. Videoga olasiz. Qanday videoga olaman? Qayerdan videoga olaman? Zo'rg'a yur. Mana yerdan chiqib ketyapman-ku. Maylimi? Qayerga ketyapsiz? Mana qacha olib yuring endi, qayerga ketasiz? Oyog'im og'riyapti dedim. Hech kim meni cho'loqligimga bermayapti. Prosta ana bolam qo'llarini ushlab oldim, bo'ldi. 5 ta bo'ldi. Endi savol bera qolay. 5 ta bo'lmadi. 5 ta bo'ldi. Qanday nomer bormi? Telefoningda? Nomer hech kim bermayapti. 2 ta nomer bor. 5 ta nomer kerak. Nomer. Undan nima qilib to'g'ri bo'lib olaveraymi? Shu payt bola yo'q. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, bu qayer? Chilonzor. Aka, men yo'qolib qoldim-da, kecha kelgandim Samarqandga. Nomeringizni bera olasizmi? Menga yo'llarni tushuntirib bering, iltimos. O'zim yo'llar yaxshi.
Hayır, biron nimalarda so'rasam yordam qilavering, iltimos. Hech kimim yo'qda, maylimi? Hali endi keldim. Ishonmasangiz ko'rsataman, kecha kelganman biletimni. 33lik. 338. Nima ismingiz aka? Samandar. Men Dilnozaman deb qilaman, maylimi? Yordam qila olasizmi? Samandar. Telegramingiz bormi? Yozaveraymi? Rahmat, kattakon. Telegram o'zini olavering. Chunki boshqa Birdan telefon qilaversam ham bo'ladi shu nomeringizga. Xo'p. yo'q, telefon har doim ham ko'tarolmasligim mumkin-da. Oqshom bo'lsinmisiz? Kechqurun? Yo'q, bilmadim. Mana shu yozavering Telegramni. Shuni rasmga olsam birdan chiqadi. Rahmat. Telegramda ko'p. Kechqurun yozsam bo'shmisiz? Xo'p, mayli, xo'p. Sizdan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Telefoningiz bormi? Bitta telefon qilsam. Ha? Maylimi? Keling, yo'l beraylik bu kishiga. Voy. 95-65 siznikimi? Ha, sizni saqrani tiqib qo'yaman-da, maylimi? Nima edi? Men ishlayapti ekan telefonim. Telefonim ishlamayaptimi dedim, sinab ko'rdim-da. Ismingiz nima? Mustafa. Shunday, men bu yerda begonaman. Tanishamizmi? Ha, yo'q. Beshta bo'ldi. Yetami? Nomerini o'zim telefon qildim. Oxiri nomer olish uchun. Xo'sh, ikkinchi shart qanaqa bo'ldi? Tanishish, Juda ham qiyin nomer bo'ldi. olish. Juda ham O'zbeklardan nomer olish oson ekan, qiyin ekan? qiyin ekan. Nimaga? Qiyin, berishi qiyin bo'ldi juda ham. Yo'q, lekin yaxshi o'tdi-yu. Hayajonim hozir o'tib ketdi. Endi o'tib ketdi. Na, endi kirishib oldik. Ha, endi kirishib oldim. Demak, 3-shartni e'lon qilamiz. 3-shartda esa yana domdomzik o'ynaymiz. Don ziki. Don ziki. Don ziki. Lekin sharti baribir men aytaman. Shartlarni o'zi tayyorlab kelganman. Men yutdim. 3-shartda mayli yutgan bo'lsangiz ham shartni bizdan ko'rsatib men beraman doim. Aha. Nima shartingiz bor? Sizgami? Ha, nima shart bergan bo'lardingiz menga? Yonimda turing, hayajonlanganimda bo'ldi. Boshqa shartim yo'q. Bo'ldi, mana yoningizda turaman. 3-shartda shunaqa savol beramiz. Meni nimamdir sotilganda qayerimni sotib olgan bo'lardingiz? Au! Iltimos bolalar, normal yozinglar, normal aytinglar. Mana shu savolga siz nima deb javob bergan bo'lardingiz va biz boshladik 3-shartni. Siz tayyormisiz? Assalomu alaykum. Sizga savolimni bersam maylimi? Bitta savol. Assalomu alaykum. Bitta savol bersam maylimi? Bitta savol bilan qayerga shoshasiz? Assalomu alaykum. Bitta savol bersam maylimi? Hammang qayerga shoshasan? Shoshilib qayerga ketasan shoshilib? Bitta savolim bor, maylimi? Bitta keling bu tarafroqqa. Yaxshimisiz? Ikkalaringga ham savolim. Nimamdir sotilsa, qayerimni sotib olardinglar. Bazgi. Nimamdir sotsam, qayerimni olardingiz. Liboy narsa ayting. Nima? O'zingiz. Ay, eng yaxshi ko'rgan joyim. Rahmat. Sog' bo'ling. Bitta savolim bor edi, maylimi? Nimamidir sotsam, qayerimni sotib olgan bo'lardingiz. O'zingiz. Ay, rahmat. Eng yaxshi ko'rgan joyim bu ham. 2 bo'ldi. Salom bolalar, bitta savol bersam maylimi? Bunaqasiga keling, bu tarafimda turing. Bitta savolim. Nimamidir sotsam, nimamni sotib olgan bo'lardingiz? Ha, uni aytib qo'ya qoling, qayerga ketasiz? Voy, uzr. Salom bolalar, sizlarga bitta savolim bor. Nimamidir? Labay? Mayli. Ha, bittagina savolimga. Mayli, xo'p. Iltimosingiz qabul qilindi. Mana bu bolani to'sib qolyapti bu tarafda. Ana bola ko'rinmaydi. Assalomu alaykum. Bitta savolim bor sizga, maylimi? Nimamidir sotsam, qayerimni sotib olgan bo'lardingiz. Nimamni sotsam, Ha, nimamnidir sotsam, qayerimni sotib olgan bo'lardingiz. juda zo'r savol bo'ldi. Endi bitta joyini ayting. Qayerim sotib olgan bo'lardingiz? Biz sotib olgan bo'lardim. O'zimni?
O'xshab maskarada chunki. Olib olaman-da. Qachon olasiz? Qachon? Baqa keling. Oladigan yo'q. Obshi, o'zingizda. Assalomu alaykum. Qayerga ketyapsiz? Yo'lingizni kesmoqchiman, shoshmang. Bitta savolim bor sizga. Savolimga javob bera olasizmi? Men seni ko'ryapman. Qarab tursanmi? Nimamnidir sotsam, qayerimni sotib olgan bo'lardingiz? Kiyimimni? Mayliga. Yaxshi boring. Rahmat. Ana orqadagilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 1 minut bitta savolim bor. Shoshmang, bittagina savolim. Ketmang iltimos sizdan. Nimamnidir sotsam, qayerimni sotib olgan bo'lardingiz? Iltimos. Bu turishimga nima qildi? Sizni turishingizdan ummatda chiroyli-ku. Assalomu alaykum. Bitta savol bersam maylimi sizga? Yaxshilab eshiting, xo'p? Nimamnidir sotsam, qayerimni sotib olgan bo'lardingiz? Ha, endi ayting bironta joy. Sizni hamma joyingiz yetadi. Meni nimamni sotib olgan, qayerimni sotib olgan bo'lardingiz? Ha, ayting. Bitta joyimni ayting. Nimaga shunchalik xunukmanmi? Unda bitta joyimni ayting. Ha, ayting. Qaysiz aytaman ya? Qayerdan? Nima xatimni aytasiz? Aytavering bitta joyimni. Kerak emas, o'zimniki yetadi hammaga. Ayol kishiniki farqli, erkak kishiniki farqli. Ayting. Bitta joyimni ayting. Qaysiz aytaman ya? O'zimga kerak, hamma joyim kerak. Quloqingizni denglab. Ha, qayerimni xohlasangiz. Barmog'ingiz ekan. Barmog'imni? Xo'p, barmog'im sizga bo'lsin. Rahmat. Chiroyli bola ekansiz. Sotib olasiz endi. Olmaysiz? Pul bermaysizmi? Sotib olaman dedik. Assalomu alaykum. Bitta savolim bor sizlarga. Uchalaringga nima qochasizlar? Qiz bolada. Nechinchi asrda yashayapmiz? Bitta siz javob berib tashlang. Nechinchi asrda yashayapmiz, ha? Yaxshilab eshiting savolni. Ho, chiroylisiz o'zi, ha, oching. Oldingizni oching, komplet juda ham chiroyli bo'ldingiz. Bir-birimizga yarashdik. Xotiningiz yo'qmi-ku? Ha, unda savolimni eshiting. Nimamnidir sotsam, qayerimni sotib olgan bo'lardingiz? To'g'risini Nima ayting. sotamiz? Aytaman-ku, hamma joyim sotilyapti. Nimamni sotib olgan bo'lardingiz? Bitta joyimni sotib olishingiz kerak. Qo'lni sotasiz. Pulingizni yetadimi? Pul ko'p, pul tarifishini qilma. Narxim bebaho, siz bitta joy ayting. Bilmadim degan javob qabul emas-da, bitta joyimni ayting. Hamma joy chiroyli endi biladi. Rahmat, siz ham chiroylisiz. Sizning bironta joyim. Ko'zim. Rahmat. Ko'zingiz, Bolalar ko'proq ko'ziga yosh bo'ladi. ko'zim chiroylimi? Rahmat, sizning qalbingiz chiroyli. Assalomu alaykum. Bitta savolim bor edi. Qochmang. Iltimos tegmang, ro'zamiz buzilmasin. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا Iltimos, ketmang. Olyapman. Endi ochilyapmiz deb. Assalomu alaykum. Ay, assalomu alaykum. Nimamnidir sotsam, qayerimni olgan bo'lardingiz? Buni sotib olgan bo'larmidim, yo shuni olgan. Sotib olardingiz-da? Nimani endi? Aytib boring, bironta joy. Qilamiz. Qani? Bo'ling. Shunaqa juvonman men. Ay malada Amirjon Mojik. Ketdik. Boring. Odam xo'p, nima javob? Yo, men nima bo'lishi mumkin? Hozir To'g'ri. shu narsami? Yo'q. Voy, nima bo'lishi mumkin? Odamlar burningizni deyapti, quloqingizni. Ko'zingizni nimaga sotmayman? Pul bo'lgandan keyin sotaman. Nimaga? Hamma tiyibni sotish kerak. Hayolim kelgan narsa aytdim. Aytavering, titib qo'yaman dedi. Ha, yaxshilab titillatib qo'yamiz, savol turaman. Nimada qo'yasiz? Sharting bormi? Instagramdan podpiska qilib yuboring. Dikonli chiqaversami tiyit? Ha, yuzi chiroylikgina yuzi bor. Yozib yuboring. To'g'risin.
Yomon tittillatdilar lekin yomon qildi. Aytavering dedingiz, men ham aytib yubordim. Men unaqa. Yo, bemalol. Nima qiling dedi? Rasmini tashlab qo'ying. Ay billa. Assalomu alaykum. Bitta savolim bor edi sizga. Nimamnidir sotsam, qayerimni sotib olgan bo'lardingiz? Telefoningizni. Rahmat. Yaxshi boring. Telefon dedi. Assalomu alaykum. Shoshmang. 1 minut. Chiroyli ochkilaringizdan siz ham baxt keling. كنت ميتا في بحور Ay, ro'zangiz buziladimi teginsa? Assalomu alaykum. Bitta savolim bor edi sizga. Nimamnidir sotsam, qayerimni sotib olgan bo'lardingiz? Sotib olishingiz majburiy chunki. Olishingiz shart. Bitta narsani olishingiz kerak. Nimamni olardingiz? Qayerimni olardingiz? Majbur. Ayting, bitta joy ayting. Yezolar. Miyamni? Rahmat. Yaxshi boring. Miyangni olardim dedi. Assalomu alaykum. Bitta savolim bor edi sizga. Sizga shaxsiy. Keling. Bitta narsamni sotsam o'zimdan, qayerimni sotib olgan bo'lardingiz? Rahmat kattakon. Savol javob uchun. Yaxshi boring. Hamma ko'zimni. Hurmat Toshmat aka, qandaysiz? Mana shu yerda biz ko'rsatuvga yakun yasaymiz. Aynan mana shu songa, mana shu joyda Chilonzorda Dilnoz ishq bilan ko'rsatuvimizni tugatamiz. Kayfiyatimiz zo'r, menimchalik, to'g'rimi? Juda ham zo'r. Yaxshi yigit, keling tanishamiz. Assalomu. Qayerimni olasiz degan. Tadadadam. Va bolaga gap otish qanaqa ekan? Qiziqarli, birinchi marta hayotimda gap otdim bolalarga. Savol berishchi. Savolni ba'zilari tushunishmadi, lekin zo'r. Ko'zni sotib oladiganlar ko'p ekan. Ko'zim go'zalligini bugun yana bir bor emin bo'ldim. Ko'zsiz qolsangiz mendan emas. Bugun ko'zlarim yutdi. Hurmat Toshmat aka. Turkiyaga ketishdan oldin albatta Toshkentda mana shunday unutilmas ko'rsatuvni men uyushtirib berdim Dilnoz uchun. Kattakon rahmat sizga. Assalom. Davay. Va ko'rsatuvda g'olib bo'lmagan bo'lsa-da, biz undan adrenalin oldik, lekin bizdan ham bu adrenalin oldimikin? Albatta oldim. Mazza qildingizmi? Mazza qildim. Va endi sho'x bo'lib Toshkentda bemalol piyoda kezadigan qizlardan bo'ladi, ha? Inshaalloh. Inshaalloh. Davay, xayr, sog' bo'linglar. Xayr hammaga.